Xullas o'rtoqlar, bu oy tvorognisini tayyorlash uchun 850 gram un, 2 ta margarin, 6 dona tuxum, oqi bilan sariq ajratilgan holatda 3 piyola shakar, 1 kilo tvorog, 1 qoshiq liboy qaymoq, razrihlitel, bizaniki vanilini o'zini ichida, anjelni ishlatsangiz ham bo'ladi. Bitta limon sidrasini xamiriga chiqarib yuboramiz. Suvini kremiga qo'shamiz va varenyamiz malina, smorodina, qulupnay farqi yo'q. Xullas mana shunaqa qilib margarinni, xona haroratidagi margarinni yaxshilab chiqarib cho'rkadan xamir bilan aralashtirib olar ekanmiz. Keyin bunga razrihlitel vanilinimizni yoki отдельно razrihlitel vanilin qilsa ham bo'ladi. Uni ham aralashtirib yuboramiz. Keyin shu bilan biz boya ajratib qo'ygan tuxumimizni sarig'iga bitta piyola shakarimizni solib, yaxshilab uni ham eriguncha bitta mikser qilib olar ekanmiz-da. Sachrab ketmasin deb mikserni bitta joyida, bitta nasatkasida qildilar. Uni ham solib qo'shib xamir qoramiz. Bu yerda tvorogimizga limonning suvini siqib oldik, shakar soldik. Boyagi 1 piyola shakarimizni, keyin amamdagi kremimiz oqiga bo'lsa, oz-ozdan shakarimizni solib, ko'pirtirib, yaxshi qattiq massa qilib olamiz. Boyagi xamirimiz ozgina xolodilnikda turib qotib olgandan keyin mana shunaqa protfinga yoyamiz. Mana bitta 1 kilo ishlatib o'taman. Tvorogimizga boya shakar bilan limonning suvini siqib oldik-da nachinkasiga. Endi mana shunaqa ustiga buni qo'yib chiqyapmiz. Shu bilan bizda bor varenyani ozgina mehr berib yuboramiz. Boya aytganimdek, smorodina, malinami, qulupnay farqi yo'q. Bizaniki bu safar maymunjonli ekan. Keyin buni 25 minutga tiqib, tepapasini bir xil olvada yoqib, bu yerda ko'pirtirib qo'ygan tuxumimizni oqini shakar bilan aralashtirib, bu yerda tayyorlab turamiz uni 25 minutda ichida. Keyin shu bilan uni chiqishiga bunimiz tayyor bo'lishi kerak. Bizda nasatka yo'q, shuning uchun oddiy qop o'zida qilyapmiz. Yulduzchali nasatkalar bo'lsa, unda ham zo'r bo'ladi. Shu bilan o'rtada 25 minutdan keyin olib turib, tuxumni oqini mana shunaqa qilib jangillatib, chiroyli qilib ajib-ujula qilib siqib chiqqanimizdan keyin qaytib tiqib yuboramiz. Bo'ldi, yana 20 minutdan keyin voila, tayyor.